Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona shahrida yashovchi oilada ayol go'zallik salonida faoliyat yuritgan. Turmush o'rtog'ini boshqa erkaklar bilan ishqiy munosabatda bo'ladi degan gumonga berilib kelgan. Bu shubhalar ular o'rtasida bir necha marta tortishuv va janjallarga sabab bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan kunda ham shunday bahsli holat yuzaga kelgan. Bolalarini maktab va bog'chaga olib ketmoqchi bo'lgan erkak xotinini telefon o'ynab o'tirganiga ko'zi tushgan. Avvaldan mavjud bo'lgan gumon va shubhalar yana alangalanib, oralarida navbatdagi janjal boshlangan. Janjal davomida uni dazmol bilan boshiga urib, shundan so'ng qasddan o'ldirish maqsadida soch quritish vositasining kabeli yordamida uni bo'ynidan bo'g'ib, qasddan o'ldirgan. Sudlanuvchi o'z qilmishini yashirish maqsadida turmush o'rtog'ining murdasini ko'rpa to'shak va kiyimlarga o'rab, yoqib yuborgan. Bu harakatlar marhumaning jasadi tahqirlanganini ko'rsatadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudi sudlanuvchini aybiga ko'ra javobgarlikka tortdi va tegishli jazo tayinladi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismi bilan 12 yil, Jinoyat kodeksi 134-moddasi bilan 4 yil hamda Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida jinoyatlar majmui bilan 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shu tariqa oilada avvaldan kelib chiqqan nizo va asossiz gumon og'ir jinoyat bilan yakunlandi.